Xullas, ro'molning narxini qarang. Shunaqa katta ro'mollar 7000 so'm, 8000 so'm. Men shundan bildimki, ro'molning narxi arzonligi uchun arzon boshlar kiyyapti buni. Arzon boshlar kiyyapti arzon ro'molni. Oldin mana shu holatda yurardi. Endi bunaqa o'rashyapti-da, qoshni bo'yashib. Ro'molning narxini keskin oshirish kerak. Buni keskin oshirish kerak. Shunda monetida bori o'raydi ro'molni. Qalban pok bo'lganlar o'raydi ro'molni. Ro'molni o'rab olib, mana bunaqa ishlar qilsa, uni nima keragi bor, to'g'rimi? Qolgan ro'mol o'raganlariga ham dog' tushiryapti-da bular. Ularni qilayotgan ishi qolgan ro'mol o'raganlariga ham dog' tushiryapti. Bir eng kami bir $100, $200, $300 qilib qo'yish kerak. Shunda haqiqiy o'zini himoya qiladiganlar, avratini yopadiganlar o'raydi shunda. Mana bunaqalar o'ramay qo'yadi keyin, jipir-jipirlar.